Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Cool Show'ning navbatdagi soniga. Bugun men Abdurahim Mansur va do'stimiz ajoyib stand-up komik Izzatilla Choyxo'jayev. Assalomu alaykum. Hammalarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bugungi mavzuyimiz sal jostchiroq bo'ladi. Gaplashasizlar degan umiddamiz. Qasos haqida gaplashamiz. Месть. Qasos. Hayotinglardagi eng необычный, eng noodatiy, eng kreativniy olgan qasosinglar yoki hali olishga ulgurmagan bo'lsanglar, plan qilib yurgan qasosinglar. Undan oldin tanishib olsak, ozgina shouga kirishib oladigan bo'lsak, tanishib olamiz, tanishib gaplashib olaylik unda kimlar bilan. Mana birinchi marta kelayotganlar, farqi. Birinchi marta kelganlarmi o'zi umuman? Bu shouga. Вообще sahnaga ham birinchi kelishinglar adashmasam. Shouning o'ziga. Unda savol berilgan payt qarshi bilan javob berilishini oldingi shouda aytib o'tishmagan, ularning xatosi. Biz bu xatoni to'g'rilaymiz hozir. Birinchi marta kelayotganlar bormi? Yo'q, to'g'rilamadim. Qo'lni tushdi-yu, baribir chapga chalishni o'rgata olmadik. Все. Sekin-sekin o'rganadi, o'zbekchilik sekin-sekin bo'ladi. Hap nimaga bizga? Tam nima deb qilib berishadimi? Men tushunmadim shuni. Bo'shcha. Sizga joy. Kimdir shu yerda qasos olmoqchi bo'lsa. Mashti ko'rsatib beradi, tam vizualni ko'rsatish kerak bo'lsa, mana sizlarga joy. Oktagonliga bu. Xo'p, kimdan boshlaymiz? Kimga berdingiz? Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ozgina tanishib olamiz. Ismingiz? Dilshod. Dilshod aka. Dilshod aka deymanmi? Sizdan kichikmi? Dilshod, necha yosh kichkinasiz? 27 daman. Mendan ham kichik ekan. Nima ish qilasiz aka? Jamiyatga nima foyda istayapti? Sergelida mebel to'qiyman. Sergelida turaman sizlar, o'zi просто shuni o'zi jamiyatga foyda deyish. Sergelida nima qilaman? Mebel to'qish sohasida ishlayman. Mebel to'qish. Kachelylarda. Mebel to'qish desa, mebelni qanaqa to'qiydi deb. Qamishga o'xshaydi. Qanaqa o'zingiz tushuntiring? Sun'iy ratan. Anaqadan plasmasadan ishlab chiqariladi. Kachelisi bor, har xil narsalari bor. Stol, har xil narsalar bor. Ana chetlarga yopishtirasizlar-da. To'qiladi u narsa, ruchnoy. Bo'ldi, tushundim. Bananlar bor-ku. Все, tushundim. Dachadagi olishadi. Asosan chetga ketadi. Rossiya, Qozog'iston, Yevropa, Turkiya. Sergeli. Shunaqa. Yo'q, Sergelidan qayerga ketsa, уже chet bo'ladi-da. Toshkentning o'zida ham bo'lsa. Menda ham bor-ku, o'shancha aytdim. Qatada o'qiganmiz shu uchun? Yo'q. Shogird tushgansiz. Yo'q. Bu ishchilar ko'p. Siz raddondan chiqib, men to'qimachilik bilan shug'ullanaman. Sergelida turibman, nima qilsam bo'ladi? Sergelida turibman, nima qilsam? Ajoyib, kim bilan keldingiz? O'zim. O'zingiz keldingiz. Hamma o'zi keldi. O'qiysiz, menimcha. O'qiyman ham, ishlayman ham. Zavutchkada o'qiyman, ishlayman o'zim. Dizayner bo'lib ishlayman. Dizayner. IT'da o'qiyman. IT'da o'qiysiz? IT'da o'qiysiz и dizaynersiz. Qanaqa dizayner? To'xtang, qanaqa dizayner? UI dizayner. Men o'yladim. Qo'yninglar chizadi. Unaqa emas. Yaxshi. Ancha bilib gaplashmagan bo'lsa kerak oldingi safar. Sizdan qasos so'ralsa, qasos yozasizmi? Yo, boshqa narsa yozasizmi? Yo'q, qasos yo'q-da, endi qasos olishni yomon ko'raman. Yo'q. Boshqa narsa yozib qo'yganman, ko'ramiz endi. Bo'ldi, qiziq o'zi. Все, rahmat. Bekorga akani o'g'irgan qoldi. Mikrofonni olsa. Mana shu tomondan kim bilan gaplashamiz shu sho'ttaligida? Orqaga qarab o'tiraveraymi mikrofon? Yo'q, unaqa qilmayman. Uni to'yingizda otasiz orqaga qarab. Qani? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz o'tiribsiz? Ismingiz? Ismim Abdurashid. Abdurashid. Familiyangiz nima edi? Haydarov. Voy. Ajoyib. O'qiysiz menimcha. Ishlaymiz ham, o'qiymiz ham. Nima ish qilasiz? Dizayner, interyer. Qayerda o'qiysiz? ISFT. Частный. Yangicha u ko'payib ketdi hozir. Kim bo'lib chiqasiz u yerdan? Biznes boshqaruv. Management. Davlatga ham kirganman, topshirganman, davlatga kirganman, lekin davlatga o'zim o'qish xohlamaganman. Shunaqa deydi, kontrakt bo'ldi, o'qigim kelmadi deydi. Yo'q, menda gap kontrakt emas edi. Men kirganman, просто davlatning sistemasida ozroq o'qigim kelmagan. Qaysi? Nima, kirgan institutmi? Shu arxitekturning. Yaxshi-yu, u ICBC dan. Endi
Uyalmasdan aytadingiz, arxitekturni Arxitekturni. O'zingiz keldingizmi? Ha, o'zim birinchi marta. Birinchi marta o'zingiz keldingiz yoki Umuman sahnaga birinchi marta. qizlar xafa bo'lmasin. O'shaning uchun Keyingi Abdulla bolasi. bilan gaplashamiz. Kim bilan gaplashsa bo'ladi? Orqangizga qizlar bilan gaplashsa bo'ladimi sizlar bilan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlar 3 kishisizlar menimcha. Birga keldinglar? Yo'q, alohida. Alohida keldinglar. Ismingiz? Aziza. Aziza, ajoyib. Ishlaysiz, o'qiysiz? Ishlayman. Ishlayman. Qayerda? Bankda. Bank. Kim bo'lib? Korporativ mijozlarga xizmat ko'rsatamiz. Kooperativ mijozlar. Ha, yuridik shaxslarga. Yuridiklarga. Ha. Firmalar bilan ishlaysiz asosan. Shunaqa. Ajoyib. Rahmat. Sizlar bilan. Rahmat Aziz. Birinchi marta kelyapsizmi? Ikkinchi marta. Ikkinchi marta. Birinchi marta qayerga kelgansiz? Qaysi shouga? Xonzoda Do'stovalar chiquvdi, o'shanda esimda yo'q endi aniq. Mana shu emas-a? Yo'q. Ha, bo'ldi. Aniq qilmadim. Ha, yaxshi shu. Yaxshi. Qaysi bank? Davr. Davr bank. Shunaqa. Mashiniklar. Yo'q, siz gapim tushuntirib ketdi. Просто gapim tushuntirib ketdi. Ketishda emas, telefon qilib bittasi men Davr bankdanman deb, Aziz dedim. parol keladi, tuda. Keyin men Davr bankda ofitsialniy raqamiga telefon qilib so'raganimda, biz hech qachon kod so'ramaymiz. Unaqa xodimimiz ham yo'q, hammasini to'g'ri tushuntirib yuborishgan. Ha, u. Shuning uchun shunaqa deb ketdim. Avtomatik tarzda. Atar Unda yaxshi. ishonchli bank, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bo'ldi. Sizlar birga kelganmisizlar hech bo'lmasa? Da. Ajoyib. Rahmat. Ismingiz? Maftuna. Maftuna. Ajoyib ism. Do'stingizni? Dugonangizni? Hilola. 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 Maftuna Hilola. O'qiysizlar qayerda? Yo'q. 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 Ishlaymiz? Yo'q. 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 Voy, nima qilasizlar unda? Men просто Чисто- mavjudman deb. Da. Bugun qayerda qolishni bilmay keldim. Tashqi issiq ekan, kansani bo'lsa kerak deb keldim. Yo'q. Xato qarshi sharimni bor. Men gaplarim. Ajoyib. O'rtog'im ishlaydi, men ishlamayman. No, в принципе, yetadi, bitta odam ishlasa yetadi. Da. Bitta uyda Siz поддержка edasiz. O'rtog'ingiz ishlaydi, o'zi ovqatlanishi yoqtirmaydi. Shu uchun Shunaqa za kompaniya. Uyingiz qanaqa edi bunaqa? O'rtog'im ishlaydi, endi men o'zim aytayotgan bo'lsam. Ya, o'rtog'ingiz o'rtog'i ishlaydi. Normalni. qizimiz ishlaydi. O'rtog'i ishlaydi. Da. qizingiz nima ish qiladi? Siz bilmadim, shu o'rtog'i ishlaydi lekin. Qayerda ishlaydilar o'rtog'ingiz? O'quv markazida. O'qituvchi. Support. Nima degani? Ikkinchi o'qituvchi. Ikkinchisi. Давай, tutadigan. Давай. Support. Ingliz tilida? Ingliz tilida. Bo'lmasa ikkinchi yordamchi derdi yusrasiz. Support dedi. Unda o'qigan ekanlar-da qayerda? Men oldin bu bilan ishlaganman, hozir ishlamayapman. Siz просто bo'shagansiz. Bizda shunaqa. Nega bo'shadingiz? Sabab? Menda karyera boshqa joyda bo'lib qoldi. Full time sportsmenman hozir. Wow. Uni mana shundan boshlash kerak edi. Shunaqa. Qanaqa sportsmen? Taekwondo UTF'daman. Aha, kelganingiz uchun rahmat. Biz qasoslarga o'tamiz. Hamma aytgan gaplarimiz hazillaydi. Anaqangiz nima? Poyezdingiz qorami? Qora 3-dan. Wow. Uchta qora degani bu. Yo'q. Da. Uchinchidan. Shu bilan urishib olinglar, значит, bitta payt. Anaqada, uchinchidan degani bu Uchinchi ko'chada daraja. imzo turtilib ketsa, birinchidan. Sen menga turtmagansiz. Ikkinchidan. Nima bo'ladi? Voy. Ikkinchidan. Sen menga gap qaytarma. Uchinchidan, men dugonam support. Ishlaydi u. Bo'ldi. Rahmat Maftuna va Hilola. Ajoyib. Rahmat kelganingiz uchun. Hilola bilan yaxshi suhbat. Hilola bilan juda ham dushevniy gaplashdik. Agar qasos yozgan bo'lsangiz, hali qaytamiz. Agar bormi yozib bo'lganlar? Yozib bo'lganlar bormi? Hamma yozib bo'ldim. Agar xayoliylik nimadir kelmagan bo'lsa, men o'qiyotgan paytimizda ham yozib sekin uzatib olsanglar bo'ladi. Bundoq qilsanglar olib ketishadi. Sizlar nima kech keldinglar? Yo'q, bular shu yerda edi. Sizlar shu yerdami deydi? Qayerdan ko'rdingiz? Chakkani chiqibmi deydi? Hazil. Ichkadi mumkin emas, bo'pti bo'lmasa.
Mikrofon kimda edi? Qizlar, rahmat kattakon sizlarga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz bilan gaplashmaganmiz. Yo'q, birinchi marta Birinchi marta keldingiz. Dugonangiz olib keldilar. Dugonam. Siz anu Droningiz qasosi bor sizda. telefon nima edi? Knopkali telefon edi. Mana qo'yib qo'yibdilar. O'sha aytdim-da, telefoni qiziqdi. Qizil telefon. Bu qizimiz bilmaydiganlar uchun knopkali telefon tutadilar. Qizimiz emas lekin. Sinimiz. 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 Ya bu qasi chalishga anaqa. 20-asi 2025-yil knopkali telefonda. Men o'ylardim, qanaqa tutarkan, qiynalmasmikan deb. O'zimda ham bo'ldi, telefonim yo'qolib qoldi. Aha. Bir oy o'zim ham knopkali telefon tutib yurdim. Anaqa o'ynadinglarmi? Ilonchalarni o'ynab. Shunda his qildim, qanaqa bo'lishini. Qanaqa matonatli qiz ekanligini tushunib yetdim, keyin do'stlashishga qaror qildim. Ya bu bilan Bundan yaxshi do'st chiqadi. Ajoyib. Siz o'qiysizmi? O'qiyman ham. Kursdoshingizni kim biladilar sizga? Kichkinaligimizdan birga katta bo'lgan do'stmiz. Bundan ham kichkina bo'lganmisizlar hali. Shablonli hazillar, nima bo'lamiz? Birinchi sinfdami? Wow. Qo'shni ekansizlar-da? Yaqin. Qo'shni ham bo'lgansiz, sinfdosh ham, bitta partada o'tirgansizlar. Yo'q. Bitta sinfda o'qigan. Shunaqa ham bo'lgan. Wow, вообще. Bir-birlardan bekita degan sirlar yo'q-a, menimcha. Birga yashaganmiz ham Toshkentda, Qanday? kvartirada. Bo'ldi. Zo'r. Bitta o'qishda o'qiysizlarmi keyin? Yo'q, bitta o'qishda o'qimaymiz lekin. Lekin Aka-ukaga davay. bular Hasan Husan bo'lsa, dadva deylik. Hop. Yo'q. Chunki bitta kvartirada turib ko'rganman men. Nima o'qishda o'qiysiz? men moliya va buxgalteriya xalqaro. Ana, uchtasi birda. Yo'q, xalqaro moliya va buxgalteriya. Boshqa narsami shu? Cambridge'da. Wow. Novzada. Cambridge'da? Wow, it's Novza. Novzani aytmasangiz bo'ladi. Cambridge o'zi bilan wow. Novza. Sonsa berib ketidan tarvuz bergan. Zo'r. Yaxshi ketadi. Bular kvartirada nima yeyish? Somsa bilan tarvuz yegan. Zo'r ketadi, deb. Ajoyib. Bo'l, rahmat. Ismingizni bilmaymiz? Ismim Go'zal. Go'zal, ajoyib. Nima ismingiz? Go'zal bo'lsa. Mayli. Shablonli hazillar kerak. Bitta. Asosiy qismga o'tamiz, bitta qasa chalib olsanglar. Bo'l. Oy. Shu 30 dan oshgandan keyin o'tayotgan ovoz chiqarasiz. Voy, deb qo'yiladi. Hamma chiqib ketgandan keyin turingda bunda. Deb chiqadi. Tak, boshlaymiz. O'qishga kira olmasam, o't qo'yaman degan o'qishga kirdim. Ko'p orzularimga sekin erishyapman. Qasos, ajoyib. Qasos, yaxshi qasos lekin. Ya, ana o'qishga kira olmaysan deyishgan. O'qishga kira olmaysan deyishgan, bu ko'rsatib qo'ygan. Mana degan. O'qishga kirdim. Ko'p orzularimga sekin erishmoqdaman. Wow. Kim u? Lekin yozuvdan menimcha doktorga o'xshar ekan. Toshmay kirmaganmiz? Jamshid Qodirov. Ajoyib yosh komik. 19-sentyabr yakkaxon konsertda. Gaplashamizmi? Qiziqmi? Qiziq. Chunki qasosni tushunmagan odam. U bilan gaplashish kerak lekin. 19 yoshmisiz? Na, 19. Yo'q, 18 ga to'laman keyingi. Keyingi yil? No, 3 oy, 2 oydan keyin. 19 yoshmisiz sen? 18 ga to'laman keyingi yil. Qasosni nechun tushunmaganini taxminan tushundim. Yo'q, sal hayajonlanyapman. Birinchi marta kelishimda o'tdi. Hayajonlanyapman. Konsertlarga kelmaganman. Bu konsert emas. Shuna narsalar. Show. Bu tipa gap. Oxirida 100 mingdan yig'amiz hammamiz. Gap bo'lgani uchun. Tak, hayajon bormi? Hayajonlanmang. Keyin mikrofonni berayotgandim, bundoq atib bering. Bu yerda bo'lganda shunaqa qattiq hayajonlangan odamdan mikrofonni berganda usholmay qolganmiz. Sirpanib ketgan. Bo'ldi, qaytamiz sizga. Ismingizni aytdingiz? Saidxon ismim. Saidxon. Wow. Saidxon. Ajoyib. 17 yoshli bola. Shunaqa? 17. Stingli hozir. O'qishga kirdingiz уже? 11-sinfda bitirib, o'qishga topshirib. Zo'r. 11-sinf hali ham bormi?
11-sinf. Ya bormi? Ha? O'zi endi qaytdi-yu. Ha, yana qaytdim. O'zi yana qaytdimi? Bizni paytda 9gacha edi. Biza paytda ham Biza o'zi paytda yaqinda u- bo'ldi 11. Qachon bo'ldi 11? 5-6 yil bo'ldi. Ha, menga qancha bo'ldi? Maktabni bitirganimga 20 yil bo'libdi. Seriöz? 2005 tugatganman. Sizlar bugun просто qarshi chalanadi ketda ham. 2005 yil tugatganman. Men bitirganimga 14 yil bo'libdi. Ya, bu şey ishlamaydi. Bu ishlamaydi. Qaysinisiga kirdingiz? Islom Karimov nomidagi universitet bor ekan. Axborot Politexmi? Politex deyiladi o'zi. Nomi bilmayman to'g'risi. Voy. Yo'q, men tanlamaganman, bitta aka Islom tanlab Karimov berdi. sen o'zi qo'rqadi deyishdim. Islom Karimov nomidagi mana texnika Ha. instituti bo'lsa kerak menimcha. Politexda, to'g'rimi? Politexda o'shani nima tomonda? Beruniyda. Beruniyda. Imtihonga bordingizmi? Milliy yonida-da, to'g'rimi? Farg'onada topshirganman imtihonni. No, bunaqa bosh Toshkentlarga tanlab berganda universitetlarda. Tanlab bergan? Ha. Dasturlash bo'yicha. Ha. Politexda O'zim hozir dasturlash Najot bormi? ta'limida o'qiyman. Hozir nima? Najot ta'lim? Ha, dasturlashda Najot ta'limida o'qiyman. Politexda tashlavordingizmi? O'zi Yo'q, bu yil o'qigansiz. parallelna. Endi Najot ta'lim- boshlanadi. Ha. Ha, nima deyapman? Zo'r. Kim ko'rolmagan sizni uyingizda, ya bu o'qolmaydi deyishgan? Yo'q, butun sinf desa bo'ladi. Ha, sinfdiylarmi? Sinfdoshlarmi? Qo'qonda o'zim maktabda o'qiganman, u butun sinf chetga chiqarib qo'ygan. Siznimi? Ha, shunaqa. Qizlar asosan, to'g'ri. Iye. Qoch bunaqa deganmi? Qoch bu jinsiy razyor. Yo'q, Masala hali ko'rsatib qo'yaman. O'qishga kiraman. Ha, o'qishga kiraman hali dedim. Ha, rasmga olish bilan bog'liq qasosmi? Nima? Bahodir. Bahodir aka. Bahodir aka. Men yetmaysan, men bemalol Bahodir bo'lardim. Qattan bilasiz. Qani? Yoshingiz necha? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 23 yoshdan. Baho. Bemalol Baho aka. Nima Baho u siz bog'liq? Aka rasm bilan. Yo'q, unaqa chuqur ma'noli hech qanaqa qasos o'ylab topolmadim. Endi o'rtoqlarning orasida bo'ladi-yu. Ha, rasmga olasiz. Rasmga olasiz. Alivat qilib. Sizga xunur olgan bo'ladi. Qasos qilib, siz ham unaqa chiroyli olib bermaysiz rasmga. Qaytardi. Tagoy cringe'oviy rasm olib berasiz, qaytarib. Ha. Unaqa. Hozir qasoyimiz. Hozir qarshi Hozir chalish. qarshi aytsa. Nima dedingiz? Qarshi chalish vaqti kelibdi-yu. Ya'ni misol uchun o'rtog'ingiz sizni xunurroq rasmga olgan bo'lishi mumkin-ku. Tagoy Yevropadansiz, qayerdadirsiz? Bitta rasmga olib qo'y, rasm unaqa narvani chiqmagan, siz ham naborot unga ham qanaqa cringe'oviy qilib qaytarib olishingiz mumkin. Orada maqtanib ketish shartmi hozir? Yevropada. Yo'q, shu ichimdan o'tgan. Yevropada, Novzad demangiz. Chinni bo'yicha Yevropaga chiqasiz? Yo'q, ichimdan o'tgani uchun shunaqa deb Ichimdan, aytolmayman. ichimdan. Shunaqa bo'lganicha aytolmayman. Ichimdan o'tsa. Ya, ichidan o'tsa yomon bo'ladi-da. Yevropaga o'tsa ayniqsa. Yevropani ko'raman deb borsangiz o'tdan ichingizdan o'tsa. Inter PSG nima degani bu endi? Shu qasosmi endi shu? Ha, qasos. Tak, tushuntiramiz. Qani, kim u? Men Gapir Barsa fanati sifatida shu 2 yildan beri qolib ketgan qasoslar. Ha, siz nima qilib olasiz u qasosda? Shu klubim olib bersa shu qasosda. Sizga bog'liq emas ekani, babi. Yo'q, endi. Hop, nima bo'ladi? Yutsa nima qilasiz? Tam ana qilib bormi? Kayf qilaman. Prosta kayf qilasiz. Nimadan kayf qilasan? Shu Inter PSG edi. Yomon odat qasosidan kayf qilaman. Yoningizda Haydarov o'tiribdi, o'rganing qanaqa kayf qilish. Yo'q, odamlarda unaqa qasos unaqa yo'q. Novemberlarga o'xshaydi. Ha, u ko'paygan. Qasos deb boshlabdilar. Qasos degan kino ssenariysi. Ha, voy, shuncha. Oxirida ular Fatima Husan, mana tizida beradi, boshini oxini beradi, mana shunaqa. Qasos ular Fatima Husan. Men endi o'rtasini o'qiymiz. Qizimdan ular egizak. Qasos olaman deb egizagi bilan gaplashdim, Husan uni egizagi bilan gaplashib ketdim. Husan bo'lib chiqdi. Tipa egizagi bilan o'pishayotganda rasmga olib tashlagan Fotimaga. Fotima battar ustidan kulgan. Voy. Hazillashaman. O'qingchi nima bo'ldi? Yo'q, shunaqa. Real Husanmi? Ha, mana. Ular Fatima Husan edi oxirida. Anonimmi yo'q aytadimi kimligini? Husan bilanmi? Voy. Yaxshi chiqib ketgani ham yaxshi bunaqa odamlar. Hop.
agar iloji boricha qasos olmayman. Wow. Agar oladigan bo'lsam, Mortal Kombat'dagiga o'xshab olgan bo'lardim. Fatalitymi, brutalitymi, qanaqasi? Animality degani ham chiqqan hozir. Tako hayvonga aylanib turib, kim u? Fatality. Qani. Finish him dedi. Ana yeydi. Siz Ya'ni o'zi Mortal Kombat o'ynaganda bilsa kerak, oxirida R2 bilan 52 bosiladi-ku. U o'yin o'rtasida ham bosiladi. Ya u o'rtasida ham bo'lishi mumkin, xullas o'sha narsa. Ha, o'zini nimasi bo'yicha. Ha, uni lekin oxirga olib qo'ysangiz, ana mazasi boshqacha bo'ladi. Eng oxirida. Oxirga olib qo'ysangiz mazasi boshqacha bo'ladi. Bu qanaqa? Mana bunisi interpesajga kayf beradi. Tijorat to'g'ri. R2 bilan R2 ni oxirga olib qo'ysangiz mazada. Shunaqa qilib qasos olaman do'sti. Kimdandir? Tipe shunaqa misol agar realni bo'ladigan bo'lsa, o'zim iloji boricha qasos olmayman, unaqa narsalar. Olmayman, unaqa olamiz. Nega? Motor Kombatdagi qasos. O'tirganimga kishini ko'raman deydi. Turing chiqaring, o'rningizdan. Ya, turganda ham o'zi kishi. Ba'zi kichkina. Shunaqa. Mana zo'r chiqdi. Okey. Rahmat. Zo'r, rahmat. Ajoyib. Nasıl o'yladim? Topolmadim. Deb yozibdimi? Kimdan qasos olishni bilmadim. ChatGPT ham tayinli qasos aytmadi. O'shaning uchun Молодежь, qarang, nima problema chiqsa, siz ChatGPTdan qarang. Internet o'chib qolganlar. Biz hamma narsani o'zimiz hal qilganmiz-da, mana takoy. chunki Yunusobodda turasiz. Internet o'chib turadi. Yaxshi bo'lmaydi. Bular tiqqisi ChatGPT kiradi. Kim bu? Sizmi? Yaxshi. Unaqa qattiq gapirgan bo'lsam, deydi. Mikrofon. Hozir mikrofon qani? Ketdi. Boshdan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Boshdan. Internet o'chib qolgurlar dedingiz-ku. Internetim yo'q deb, o'zi o'chib qolgan. O'rtog'imnikidan kirdim. Bugun hamma o'rtog'i bilan nimadir qiladi. O'shanga ChatGPT tanimadi sizni, unaqa. Tanidi. Bu o'rtog'ing ChatGPT'si nima qilsa? narsa chiqazib bermadi-da, ya'ni g'iybatlarni chiqazib yuborish, rasmlarni storyga qo'yish, shunaqa narsalar chiqazdi. U Jo'ski emas-ku. yo'q, Men ularni 5-sinfda qilardim. Biz bu narsani qanday qilamiz, o'zi? tak qilinadigan narsalar deyapsiz. Voy. ChatGPT nima dedi? Shu aytdim, mana shunaqalarni aytdi-da. Siz o'rtog'ingizni telefondagi ChatGPT'ga kirgansiz, Yo'q, to'g'rimi? ular tochka qilib turdilar, o'zimnikidan kirdim. Mana do'st shunaqa payt bilinadi. Do'st shunaqa payt bilinadi mana. Boburga keldilarmi o'zlar? Ha, yo'q deydi, nima? Boburga so'rabdilar, iloji bo'lsa keyingi shouga qolib bera olasizlarmi? Bo'ydoq uylangan bo'lib. Voy. Tipa biz bo'ydoq uylanganmiz-ku. Ularga zo'r tushirganmiz. Okay. Xo'p, bo'pti. Gapir. Ha. Tak, ismingiz? Kibora. Wow. Mana shundan boshlash kerak ekan. Gaplashmasdim bilsam. Kibora. Zo'r. Ma'nosi nima? To'xtang. Kibora bu Shu kiborlik qiz degani, aristokratlarning qizi degani. katta deganingiz bu. Wow. Hamma sirasi kibr deydi. Yo'q. Kibr aloqasi yo'q bunga. To'g'ri. Kabr aloqasi bor. Nima degan bilmayman uni. Kabr katta degani. Kibora o'sha kabri. Kabr anaqami? Kickboks bo'yicha chempionatmi? Kabrmi? Kabr. K1. Ikkita ashuladan keyin nimani aytaylik? Ikkinchi muhabbatimni aytamiz. Birinchi muhabbatimdan keyin ikkinchi muhabbatimni. Boburga yetdilar. Qolishinglar shart emas ekan. Boshqasi chiqdi deb. Alamlar debdi. Umid meni kechir, baxtli bo'l. Voy. Hozir sunnat shuni yozib qo'yapti. G'ayrat kim? G'ayrat bilan Umidni taniysan shunda? Kim u? Ha, sizlarmi? To'xtang, nima? Mani kechir. Kibora shoshib o'tirib, o'ta qiz o'ratyapti. Umid mani kechir, baxtli bo'l. Tak, to'xtang. Mikrofonni olamiz. Meni kechir, baxtli bo'l. O'g'il bola. Boshim aylandi. Ovoz chiqdimi? Ha. Tushib ketdi mana. Deb olinadi. Umid qaysi bo'l Umid? Men. Siz Umid. Uylanmoqchimi, nima bo'pti?
Baxtli bo'ldi deyapti. Siz uylanasiz. Qachon to'y? 30-da xudo bo'lsa. 30-da. Nima Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Avgust. Tabriklayman. Necha yoshsiz? Shat emas. Vaqti kelgan uylanyapti, bo'ldi. Topgan o'zini ikkinchisini. Zo'r. Oldingizdagi do'stingiz. Sizdan nega kechirim so'rayaptilar? Umid sizmi? G'ayrat yozgan. Tak. G'ayrat tanishmisizlar? O'rtog'im bo'ladi. O'rtog'ingizmi? Ha. Bu yerda qasos qayerda o'zi? Bo'ldi o'sha. Anaqa qildi, bu boshqacha o'ylaydi endi. Davay sizlar Amirxon Marif so'zsiga boshqacha o'ylaydi, mana mana shunday qasos. Hozir. Takoy. Сообщение keladi. Umid aka, men hammasini bildim. Atmay qilamiz. Bu do'stingiz bilan buni abiza 30-gacha chiqaramiz buni unda. Tez chiqarish kerak ekan. Qanaqa do'stsizlar? Hayotda Yoshlikdan birga o'sgan do'stim. Yoshlikdan birga o'sgansizlar. Umid aka kechir. Bo'lsa nimaga kechir deyapti-da? Nimada? Men ham o'shanga hayronman. Qasos qayerda ekan buni deb. Uylansam ham ko'risha olmayman deng. Shunga hayronman men. Noto'g'ri xayolga bormang. Yo'q, biz to'g'ri xayollamiz. Baxtli bo'libdi-da o'shanga. Men hozir sharoitim yo'q, pakasan uylanibdi deydi. Mana shu qarshilasi bo'ladi. O'zimiz ekan qaytib olaman. Yo 30-kuni ham syomkadamisan? Mana do'st qani, mana yoshlikdan o'sgan bola sizni pulga almashyapti. 50 $50. Sizga nechta to'yini berish kerak? Qancha to'yini berish kerak? Yo to'yini shart emas. $50. To'yini shart emas. To'yini uchun harakat qilayotganda uni ham tushunish kerak. Kelmagani yaxshimi yo ko'p pul berib olgani yaxshimi? Nima deb o'ylaysiz? Qiyin savol bermaylar. Pulni tanlab qo'yishim mumkin-ku. Endi umidim shu, umidni to'yinasiz. Yaxshi, zo'r. Qanaqa tanishdinglar? Sovchilar yo'qolib? Qiz bilanmi? Ha. Просто mani kechirdiganim uchun. Ana bori. Qasos shousidan yor shousiga o'tishdi. Qasos yozgan, kreativ nimadirlar yozganda, bu yerda umid bilan g'ayrat. Aslida 5 yildan beri sevishib kelamiz. Men shu yilga nasib qilgan ekan. 5 yil, wow. 5 yil. Necha yoshda emas lekin o'rtada g'ayrat paydo bo'ldi. O'rtada g'ayrat paydo bo'ldi. Hayotimizga g'ayrat. 5 yil. Wow, 5 yil. Bu zo'r srok. Agar 5 yil bir-biringizga chidaygan bo'lsanglar, 5 yil zo'r. Xudo xolasa bemalol bundan keyin ham uje biladi-da, uje farzandlariga ism qo'yib bo'ldinglar uje, ha? Birinchisiga, ikkinchisiga. Qanaqa farzand nevaraga ketadi 3-yildan keyin. 5 yilda gap qolmaydimi? Men hech gap yo'q. Telefonda ko'p gaplashasizlar? Yo'q. Mana o'sha gap yo'q. Bu g'ayrat bilan gaplashadi asosan. Qo'ymaydi. Все, umid, rahmat kattagon. Baxtli bo'ling, baxtli bo'ling, to'ylar boy bo'lsin. Bobur qasosim yo'q, o'sha odam menga qilgani haqida kitob o'qishni xohlardim. O'z bilan gaplashish kerak ekan. Bobur. Как раз o'qidi ekan. Boburga. Zotoy. Boburga deysizmi? Mana shu hamma bolalar aka, hamma qizlar uka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ya'ni bunda Ali olish kerak. Boshlang, da, ketdi. Kitob qanaqa? Nima, a? Ya prosta aytmoqchi bo'lganim, menga qilgan ishlari uchun o'sha haqida kitob o'qish xohlardim. Wow. To'xtang, necha yoshsiz? 18. Yo'q. Ne, vro'di 18 ga o'xshaydi. Okay. Kim bilan keldingiz? O'rtog'im bilan. O'rtog'ingiz bilan? O'zingizmi? Men 18. Da. Kelasini qo'ysa meni yoshim chiqadi. Zo'r. Qasos yo'q. Kelasini qo'ysa sizni vesingiz ham chiqadi.
Ya kam chiqadi. Ya og'ayniman. Necha kilosi? Hisoblaymiz hozir. Men tegishliman. 50. 60. 110. Easy. Men 111man. Ha? Men 111man. Mikrofonni ber. Rahmat. Rahmat. Qaysi kitob? Qanaqa kitob bo'lishi kerak? Fantastika. Farqi. Bo'pti, yoqtirgan kitobingiz. Dostoyevskiy. Wow. Dostoyevskiy kitob emas. Oydin tillar. Eshitding? Oxirigacha Oydin tillarni aytmoqchi edim, mana shu bolaga o'zi bor. Eng kichkina anaqada o'shaning uchun. Qaysidir qiz siz bilan o'rtog'ingizni sevib yurgani? Может bo'lgan. O'shaning uchun oydin tillar deyapsiz. Nima haqida u? Xiyonat haqida? Bitta qiz ikkitasini yaxshi ko'radi-da. Ustozdan qasos olganman. Bahrom. Bahrom. Biz maktabda jismoniy ustoz shu 10 minut qolganda futbol o'ynashga vaqt berardi. Shunga 10 ataylab. minut qolganda? Voy plos. Daxlimiz chiqardi, ustozga ataylab koptok tepardik, shunaqa qasos. Plos ekan. Tajani. Katta komandali peredivga chiqqan paytda o'ynab olarmidingiz? Unda 10 minut. 15 minutdan O'zi emas. dars 40 minut bo'lardi, yarim soat mashq qildirardi, ham kiyinish, razyalkada vaqt ko'p ketardi. Shu 10 minut qolganda Bo'pti, teplang deb. 5 minutdan-da bitta time. Shu 5 minutdan keyin bo'ldi, hozir biz zonaki 5 minut qoladi degan paytda shu koptok tepardik ustozga qarab. 5 minut oldin chiqlang, keyin ishlang keyin hali deb. Keyingi darsga chiqa olmaylar. Voy. Qanaqa qasos olgansiz? Shu partalarga hissiyotimizni yozib ketardik ustozga bo'lgan. Jismoniyga nima farqi bor uni? Jismoniy Partiyaga tarbiya. yoz. Boshqa, masalan, qiyin Boshqalar ham o'qiydi-yu, ularga ham jismoniy bo'ladi-yu. Ha, mana anaqa ekan deydi. Men jismoniy ustoz ekan. Ismi yozilmagan, lekin o'sha aniq. Qasos. Yana ikkinchi qism. Boshlig'imdan qasos olishni xohlayman. Wow. Chetda boshlig'idan qasos olgan. Ana soобщение yozildi menimcha. Kim u g'ayrat? Tak buni oti yozilmagan ekan. Kim u? Boshlig'idan qasos G'ayrat bilan olmoqchi bo'lgan. solishib kelmaydimi hozir? Bilmasam. Ha, shu yerda bo'ldi. Siz bu yerda bo'ling. Gazdan shu yerda ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima bu? Kim bu? Bilmayman. Nima bo'ldi? Boshlig'imdan qasos olish. Boshlig'ingizdan qani? To'xtang, nima ish qilasiz o'zi? Zavodda ishlayman. Unda oyligimni tushirdilar. Tushirdi. Voy. Hozir shunaqasi ham bor. Qanchaga tushdi? 200 ming. 1 million. 1 million bo'ldi. U 100 ming ayirib tashladim. 5 milliondan 1 million tushdi. Ha, unda bilinadi. 5 dan 1 tushdi unda. 5 dan 1 ayirdimi? 1 million ayir. Olib tashladimi? 1 million. 4 million bo'ldimi? 4 million qoldi. No, babi kam. Ha, nima ish qilgandingiz? To'g'risini aytsam, kompyuterda sostavni yutib qo'ydik. Uni qasosi ekan. U odamning qasosi bo'libdi lekin. Siz endi nima qilasiz? Keyingi safar so'yasizmi kontoda? Shu so'yish niyatimiz bor. Keyin safar kontrdagi pullarni olib oling o'zingizga. Zavod qanaqa zavod? Nima ishlab chiqasizlar? Pechenye, har xil pechenye. Men такой серьезный anaqa ekan. Har kuni bir kartoshka pechenye olsangiz 1 million chiqarib olasiz. Mana shunaqa. Olib chiqib ketish bor-da faqat shu. Bizaniki gotovoy emasdi, bizaniki anaqa xomsklar. Serial keladigan. Mayli, pishib olasiz. Olib turasizmi anaqa? Biz lekin yomon anaqa qiladi. Endi bu qasos emas edi, просто pulko qiladi. Buni aytmayman. Edi. Kesamiz. Telefoniga ana bu yomon videoni ringtonni qo'yiladi, o'shani rington qilib qo'yiladi. O'zimiz telefon qilardik keyin bu yerda boshqa nomerdan. Patoshniy darslar shunaqa qilardik biz. Ana becha bilmasdi boshda nima bo'layotganini. Keyin o'zlaligini biladi, keyin o'chog'i hayajonlanib bir narsalar bo'lib, shunaqa bo'lgan. Universitetdagi domlamni urish meni va kursdoshlarimni qiynagani uchun Jahongir. Ты сможешь делать 8 отжиманий. Qani Jahongir? Vo, Jahongir. O'tkazavermaydi deyishdi. Mikrofon qayerda? Davay, отжимай. Assalomu alaykum. Nechinchi kursingiz? Bitirganman. Qaysi institut? Irrigatsiya. Qaysi domla? Uni aytolmayman. Erkakchimi? Ana yongan institutmi? Yo'q, u agrar, a? Qadar adashtirman o'shani. Shular ham qasos olgan bo'lsa kerak menimcha. Nima edi? Erkak kishi, domla? Da, erkak kishi. Ayol kishini urib bo'lmaydi. Bilib olaman. Hozir zakaz qilib olsan. To'sib turishibdi.
kola gazli bo'ladi o'zi. Aytgan bitta bevaz. Shunday bo'lsa. Umidni nomidan deb. Bitta kola, ikkita turbuch ketsa. Nima edi? Gaplashyaptimi? Ha, qaytamiz sizga. Nima qilib qiynalgan? Sessiya paytida asosan telefonlarni olib qo'yib yoki kitoblarni olib qo'yib, daftarlarni olib qo'yib. Sizlar o'qishinglar nazoratchini o'zinglar miyadan yozishinglar kerak-da. O'qigan bo'lish kerak. Yo'q, u domlarni darsi umuman bo'lmasligi kerak edi bizada. U asosan dekanatga kirib, bizani gruppani olib dars qo'ydirib olgan. Atagan. Bizani yiqitish uchun. Nima mavzu? Fan? Iqtisod. Iqtisod. Jahon iqtisodiyoti. Irrigatsiyada. Da. Kerak emas-a? Kerak. Fakultet iqtisod-ku. Kerak ekan-u. Kerak ekan-u. Yo'q, aynan 4-kursda bizani bitiruv kursimizda kerak emas edi u fan. Urushgansizlar? Yo'q. Olmagansizlar, просто ichinglarda qolib ketgan. O'tgan. Qanaqa qasos olardim deb o'ylaysiz? Shu kechqurun uyiga borib Toshlar otib qochar edim, yarashadi dedi. Mana shular bor. Tushimda ko'rdim deb aldaganman. Voy, bu to'shni qiz bola. Ha? Topganim g'az. To'g'ri, telefonda o'ramaydi. Telefon. Mikrofon kimda qoldi? Sog'indingizmi? Jahongir ko'rdim dedi. Jahongir, tat mikrofon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tushimda ko'rdim deb aldaganman. Kimmi? Xullas, boshida aytib bersam. Tak. Это надолго. Qulay o'tirib olamiz. Yostuvom. Oldingi yil, bir yil avval, xullas biz kvartirada qizlar bilan turamiz. Bitta opam ham bordi. Xullas bitta bola unga gapirib yurgan bo'lgan. Ular ko'rishmoqchi bo'lgan. Keyin sal kech paytroq edi. Men uxlagan bo'lganman. Men ular u paytda o'zi yigitim bo'lmagani uchun men ko'rmaganman. Ularni ko'rishni o'zi boshqa yigit bilan o'qilishini, gaplashishini. Qizg'angan, sopingiz qizg'angan. Shunaqa rom. Bilib bo'ladi. Hasadda bo'lgan. Xullas shunaqa bo'lgan. Hasad. Keyin uxlayotgan bo'lganman. Men keyin eshitganman, ular ko'rishmoqchi, shunaqa tayyorlanayotganini eshitganman-da. Keyin turganman-da, aytganman. Hamma diqqat bilan eshitsin. Jahongir unaqa eshitmadinglar? Kolasi. Turganman keyin xuddiki o'zim eshitmaganda edi, u ko'rishishga ketayotgan bilmaganda. Uxlayotgandek qichqirdi. G'alaba. Turganman-da. Keyin qayergadir ketyapsizmi deb so'raganman. Nima bilyapman, nima qiladi? Qayerga ketyapsan deganman. Ha degan. Hozir dedim, uxlagan deb tush ko'rdim dedi. Siz xullasda sizlar qayerga ketyapsiz ekan. Mashina ko'rdi. Shunaqa ko'rishganinglardagi qanaqadir yomon va avtohalokat, nimadir qanaqadir narsa bo'libdi. Yomonlar ana bo'libdi xullas, yaxshi, xosiyat yaxshi bo'lmagan tush ko'rdim, deb o'qiganman. O'shadagi rosa qo'rqib qolganman. Chiqib rosa o'ylaga chiqaymi, yo'qmi debdi. Shunaqa bo'lgan. Hozir chiqqanmi? Bali chiqqanmi? Bo'lsa bo'ldi degan. Nima? Endi уже to'y bo'lyapti-biladi. Ha? To'y bo'lyapti. To'y bo'lyapti? 30-da emas. Yo'q. Millisekundga oshdi. Formula 1 dan shunaqa. Xullas shunaqa qasos bo'lgan. Qasos emas-ku, universitetga menga debyut 3 baho qo'ygan o'qituvchiga 6 yildan keyin qilgan ishini eslatib xijolat qilganman. Qaysi fandan qaysi o'qituvchiligini ayta olmayman. O'sha o'qituvchi 3 baho qo'yganlar-da. Semestrga. Uch stipendiyasini olishimga to'g'ri kelgan. Keyin oradan 6 yil o'tganda men o'sha universitetda dars beraman. Ular bilan bitta xonada, dekanat xonasida ko'rishib qolganmiz-da. Keyin aytganman, yaxshimisiz? Men ismlarini aytolay dedim. Yaxshimisiz ustoz? Malika opa. Yo'q, Madina opa. Yo'q. Muyassar opa. Nimadan boshlanadi? Garchi topamiz hozir. O'zimiz topamiz. Yaxshimisiz ustoz? Yaxshi yuribsizmi? Mustoz. Yana maktabga ketyapti. Mahkam aka. Ha, yaxshi, siz shu yerda ishlab qoldingizmi? Universitet shunaqa-da, o'zi yaxshi studentlarni olib qoladi dedi. Prosta meni maqtashga o'tdilar. Keyin ha, ustoz, esizdami, debyut uchunmi siz qo'yib bergandingiz, sizni deb har semestrga mana bu qiz 3 ga yopadi deb bittadan 3 qo'yib berishgan. Butun
4-chi kursgacha ham uchish stipendiyasini olib yurdim dedimda, qayerga qarashlarini bilmay qoldilar, xijolat bo'lib, maqtaganlarga. Aktyor. Aypsiz serialning bosh qahramoni. 2025-yilning eng zo'r aktyori. Lekin xuddi shunaqa qildilar. Shunaqa, mana ko'rsizmi? Yo'q ekanman. Gap. Hozir yig'lab berdilar desa, men ko'rsatib berdim shuni. Keyin yig'ladilar, to'g'rimi? Yig'lamabdilar deyman. Kechir demadimi? Nima deyishlarini bilmay qoldilar. Nimaga? Mana shu yomonig'i 3 olsangiz 3 stipendiyasini olishingiz. Da. Bo'lgan menda ham. Bitta 3 bilan 3 mana bitta 5 olsangiz 5 kuni olmaysizda, bitta 3 olsangiz 3 kuni olasiz. Stipendiya просто kartochkaga tushganda hech kim bilmasdi. U payt 50%ni anaqada berishardi, nalichka berishardi. O'chirtib turib, hammani oldidan просто berib olisham yo'q. Voy qiz bola narsa 3 ga yopasizmi deb berishardi. Aktyor, aktrisa. Yilning eng yaxshi aktrisasi nominatsiyasi. Voy, mana buni kattaligini. Rahmat. Ha, dahshat. Buqa suzgan qassobga topshirib yuborganman. Kim u molli ishini qilgan? O'zingiz yegansiz chiqibki, yo prosta sotib olgansiz? Va, senga deb, mana shu dushmanni go'shtini yedi deganda. Nima qilib suzgan, nima qilgansiz? Shu basseynda suzganda. Ha? Butun boshli mahallani suzgan. Ha, ko'chaga chiqib ketgan. Ispaniyadan bo'lganmi, nima bo'lgan u? Mana hamma chiqib razajat qiladi-yu. Qizilishton kiyishgan emas-da, tam. Ro'zi, siz bu qiz bo'lgan? Mahallaga chiqib ketgan. Ha, ipadan bo'shab qochib ketgan. Dahshat. Buqalar uchun ana matadorlar har doim red flag bo'lgan-a. Hozir o'ylab topdim. U kimning moli bo'lgan u? O'zlarini. Ha, sizniki. Yana hamma mahallani suzib chiqqan. Butun boshli mahallani, bolalarini, odamlar hammasini suzgan. Shu ko'chada kim bo'lsa ham anaqadan chiqib ketganmi? Molxonadan chiqib ketgan. Molxonadan chiqib ketgan. O'sha kuni ham qassobga topshirib yuborganman. Voy. Kiskila qilgan. Botman bu qasos. Qasosni zo'r bo'lgan ekan. Men dahshat qasos bugungi. Becharan sal ayatsiz bo'ladi. Lekin xarajatga ham qo'ygan meni. Nega? Bittasini oyog'ini sindirib qo'ygan, badanimdan to'laganman. O'zidan so'rab oling demadingizmi? Men qilmaganman deb. Buqa o'ziga. Yo, meni jazoladiku deyiladi. Nima kerak? Men go'sht yerim. Oyog'ini go'shtini berasizmi mana? Tez xalades qilib yesangiz tez otib olasizmi? Qasos olishni yomon ko'raman. Lekin urushib yoki menga ishonmagan odamlarga isbotlab qo'yishga harakat qilaman. Lekin bu yomon odat. Mironshoh. Xulosa o'zingizdan. Oxirida xulosani ham beribdilar. Mana azizlar. Bugungi pomidor haqidagi. Unday bo'lmanglar. Xolalarim, ammalarim yerga teg deb har kuni asabimga tegadi. Shulardan qasos olib baxtli bo'lib ketish. Qasosim, ha, yerga tegish kerak ekan. Yerga tegib, qasos. Qasos kuchliligini. Qasos minal haq deydi-yu. Qasos qiyomatga qolmaydi. Qani kim u? Qizli bo'lsa kerak. Menimcha. Qizli bo'lsa kerak deysizmi? No, qancha hozir qiz yozgan bo'lsa kerak. Kim yozgan? Kim xolasini yomon ko'radi? Kim xolasini yomon ko'radi? Bir. Kim xolasini yomon ko'radi? Ikki. Uchinchidan ammalar. Ha, ammalar. Ammani ko'proq yomon ko'rsa kerak menimcha xoladan ko'ra. Kim ammasini yomon ko'radi? Bir. Nima? Ko'taryapti lekin. Mana sotildi. Siz yozganmisiz? Yo'qmi? Kimniki o'zi? Aqchi bitadi, hech kim chiqmayapti, men ko'rib turibman. O'rtog'im qizini oldida meni so'kkan ekan. Voy. O'rtog'i qizini oldidami? Qizini oldida meni so'kkan. Ha, o'rtog'i o'zini qizini oldida uni so'kkan. Shunaqa bo'ladi? O'rtog'ini qizini oldida buni so'kkan. Buni o'rtog'i qanaqa qilib qasos olishga variant topolmadim. Kim yozdi? Qizini oldida so'kadimi? Chiqib ketgan bo'ladi hozir ham. Boy qiz bilan. Chalasi birgalash qasos oladi. O'rtog'ini chaqiradi, ani qiz oldi so'kib oladi. Keyin u qiz ham bunga tegib baxtli bo'lib yashaydi, bo'ldi. Aniq aytdi, yo'q emas. Emas ekan. Yo'qmi? Yo'qmi? Kim? O'rtog'ini qizini oldida so'kish eshitgan. Shunaqa so'kish eshitib qo'yadimi? Kim u? Kimsan deydi.
Lo'q ekana. Endi shu ham tegmagan bo'lsa, ana chiqdi. Ta'sir qildi baba. So'z Men yomon sizni narsa. topish uchun aytdim buni. So'z yomon. Biz hazillashdik. Tak. Demak, xolalaringizga qasos qilib baxtli bo'lmoqchisiz. Yo'q. Ha, bu keyingisida. Ammalaringizga, xolalaringizga. Ha, bu bolami? Endi shunaqa bo'lib qolgan. Nima bo'lgan? Men bu og'ayningizning qizimi? Ha, voy, oldingizmi? Oppa. Shu bilan keldim bugun. Atay keldingiz. Shunaqa. Hozir yoramiz hozir. Ya bu o'zini qizini oldida meni so'kkan. Shunaqa tushundingiz. Nima deymiz? Boshdan o'tir uchun deyiladi. Xo'p. Yo'q, Nima deb so'kkan? Ya hozir sizlar ham qasos olgilar kelib qoladi. Yo'q, kesamiz, davay. Nima degan? Ya bo'lmaydi, hozir bitta aytmayman. D'danmi? Yo'q. Y'danmi? Ya sal jo'skiroq bo'lgan. G'danmi? Kallangidan boshlanadimi? Yo'qmi? Tak ruschada. Topamiz. Ha, no, ruschada. I. Yo'q. P kansan. Shunaqa. Ha, P kansan. Ya, P kansan. Yo'q. Ha, P. P kansan emas, boshqacha, P'dan boshqacha. O'sha P'dan P. O'sha o'zi bitta. Agar o'shanaqa degan bo'lsa, o'zi ham o'shanaqa bo'ladi. Ko'p. Ha, shunaqami? Shunaqa olganmi? Bu so'z emas, bu proza yo'naltirgansiz. Yomon narsaga yo'naltirganda. Yomon narsaga. Telefonda gaplashayotgan bo'lgan. Siz ovoz chiqarib turgansiz. Video bitdi. Bolani fikriyu. Bolalar shunaqa prikoli bor. Shunaqa bo'lgan? Nima narsaga deb qiz bolani ovozi bilan. Yo'q, unaqa bo'lmagan. Unaqa bo'lgan. Nafaqat ovoz chiqarganman. Nimaga so'kish mumkin uning uchun? Просто tak o'tirgan bo'lsa so'kmaydi-yu. Sal o'zi nenormalroq-da. Nenormalroq. Hozir yana so'rashasiz. Yo'q. Bo'l, tanganing ikkinchi tomonini endi. Bering. Har doim tanganing ikkinchi tomoni bo'ladi. Bering. Yo'q, to'g'ri aytdinglar, shunaqa bo'lgan o'zi. Yarashansizlar degan umiddamiz. Siz ham o'sha qiz bilan baxtlisiz degan umiddamiz. Siz ham og'ayningiz bilan baxtlisiz degan umiddamiz. Baxtli emasmi? O'sha kuni dabdala Ha? O'sha kuni dabdala bo'lib ketgan. O'shaning uchun aytgan ekanda unda. Yo'q. Qiz bunga aytgan keyin o'rtog'ing ham o'zing ham. Ya unisini bilmadim lekin. Boy yetib ol o'rtog'ingga degan. Birga ketasizlar azon tushadi. Yedim Messi bos. Messi deb. Mana lekin вообще yozib keladi. Davay kichkinasini o'qiyman men. O'qing. O'rtog'imni to'yida gaplashgan barcha qizlarini olib kelish. Voy. Жестко, mana shu жестко. Voy. Bu lekin qattiq lekin. Kim u? Tuvarayansizlar. Lekin juda qattiq. Ya hazil. Ya bu ham o'zi yarasha qasos. Kim? Yo'qmi? Lekin zo'r qasos ekan. Lekin zo'r qasos. Agar amalga oshirsa mujik bo'ladi. Bu gap senga tavsiya emas. Va so'nggi qasosimiz. Lekin olib kelsa mana shunaqa qiyin holga tushasiz. Olib kelsa o'sha ikkita qiz ko'ziga qana qaraysiz. Bo'ldi. Nechta qizi bo'lgan? 3 ta? Ayting, bosing. Ya bu 30-dan keyin chiqadi baribir bu. Уже to'y bo'lgan bo'ladi. Ha? Davay. Men bilan deng. Bo'pti, keyingisini o'qiylik hozir. Kerak emas, rahmat. 3-4 yil oldin sparingda 55 kilogramm vesda u 3-dan 55 kilogramm vesda sapernikim bo'lgan. Hali ham shu sferadaman. Ha, bo'ldi. Ya'ni o'sha vazn toifasidasiz hali ham? 55. Ha. Yaqinda Martial Arts saytida qarasam, hali ham shu vesda tushayotgan ekan. Martial emas. Angliskiy bilasiz-ku? Martial Arts. Marshall o'qiladi. Martial bo'ladimi, Marshallmi? Marshall bo'ladi. Bular inglizini ham biladi. Siz ham bilasiz-ku ingliz? Bilaman, voy tu. Ha, hazillashamiz. Boy congratulations ham e'tibor bermaysiz. Inglizcha cool show bo'lsa, inglizcha gapiraman. Voy, bo'ldi. Xo'p, hali ham o'sha vesda ekan qiz. Semib ketmadimi? Men hozir 59 kilogramm vestaman. O'sha payt meni gazimni bergan.
qasos olish uchun mana shu vez kategoriyaga tushaman. 55 ga tushasiz. 4 kiloga. Ana tushdim. Og'asi tushdimi? Albatta. Vez tashiyman, yana bir marta o'sha sapernik bo'ladi. Bu safar men 100 talik razini beraman. 100 talik javob. Qasos. Qasos. Anchalik. Da. O'rtog'immi? Nima? O'qing oxirgisi. Nima mana bu? Gnida. Gnida. Ha. Xotinimi? Xarakter ekan. O'rtog'im. Ya, ana kirillchada yozilganda, o'rtog'immi gnida xarakteri bor. Bo'lgan ekan. Bo'lgani uchun qiz bola profil ochib, ular bilan gaplashganman. Uchrashuvga o'rtog'i uchrashuvga chiqqan ekan. Men seni uchadimi? Bo'lgan. Galasoylarni ham bir ikki payt o'xshatganman. Galasoy nimada o'xshatgansiz? O'zim bir ikki payt o'xshatganman. Qizni nimadan olganmiz? Ha, xuddi shunaqa ingichkalashtirib. Qanday gapirinchi bitta? Davay. O'zi necha yil o'tganda, to'g'rimi? Bo'ldi, shuni hisobga olamiz. Ha, hozir o'xshamasa ham. Hozir o'xshamaysan, barim. Abdurahim aka qachon sovchi yuborasiz deychi? Abdulazizga qachon sovchi yuborasiz? Voy, yubormaydan. Qaqa qarashni bilmaydi. Aktyor ishi. Ajoyib. Chiqqan uchrashuvga. Uchrashuvga chiqqan, kutgan. Barkab chiqqan. Siz bilan chiqqanmisiz? Uzoqdan kuzatib turgan. Tomosha qilib o'tirganmiz uzoqdan. Keyin bahona topib olganmiz, chiqa olmayman. Knida o'rtog'ingizmi, sizmi? Nimaga unaqa qilgansiz? Maktabda ham bir ikkita ishlar qilsa, sразу sinf rahbariga aytib, shunaqa. Hozir bilmaydi? O'zi bilmaydi. To'yda aytamiz endi. To'yda tabrikga chiqqanda aytarkan. 30 dan peripiskalar bor hozirgacha, agar xohlasanglar tashlashamiz. Ya bizni va o'sha qiz bilan to'y bo'lyapti. Gulpul oldirish kerak edi. Ya'ni mana gul yoqyapti, u yoq. Ha, deydi mana qizlar. Yo'q, 8-martga to'g'ri kelib qolgan, sovg'ab qo'ygan. Bir oy gaplashganmiz-da, tasavvur qiling. Bir oy. YouTube'da Cool Show chiqyapti. Boshqa videolarni ko'rsanglar bo'ladi. Yaxshi kачествоda chiqarishni boshladik. 1000 tadan oshdi. Da, tabriklaymiz. Bu kichkina sifr bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin bu katta narsa biz uchun. Juda приятный bo'ldi. Da, o'sha Cool Show YouTube'da ko'rganinglarda kommentiga qaysi mavzuda gaplashmoqchi bo'lsanglar, o'shalarni yozsanglar. Ha, yozib. Kelgusi sonlarda xudo xolasa o'sha mavzu haqida gaplashamiz. Agar qiziq bo'lsa, like bosib, komment yozsanglar xursand bo'lamiz. Kelganinglar uchun, ajratgan vaqtingiz uchun kattakon rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Yana ko'rishamiz deb umid qilaman. Sog' bo'linglar, yaxshi bo'linglar.